Yo, barchangizga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan Hardcore Craft'ga qanday kirishni o'rgataman. Birinchi bo'lib bu yerga kirib olamiz va mana buni bosamiz. Va buni bir marta otib yuboradi va keyin yana kiraveradi. Kirishni boshlayapti. Uzr, video olayotganimda qatib qolyapti. Uzr so'rayman. Mana kiryapti. Va kirdi. Mana birinchi bo'lib sizlardan login parol so'raydi. Birinchisidan register, keyin parol, yana parolni qaytadan terasam, men nima uni qilib bo'lganman va login parol qilib kiraman. Mana men hozir kitbudaman. Hozir hubga borib olishim kerak. Buning uchun warp hub deb yozaman. Xato ketdi. Mana hubga ham kelib oldik. Oldindan qochishlar uchun uzr. Pastga tushib olamiz. Mana bizning NPC'larimiz, bular bizni anarxiya va kitbuga olib boradi. Mana bunisi anarxiya, yonidagisi esa kitbubi. Birinchi bo'lib anarxiyaga kirib ko'ramiz. Mana va kirdik. Bu anarxiyaning hubi, ya'ni spawni. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. Chap tarafdagi Blaze'da kit beradi, bu esa RTP, bu odamcha. Va mana bu yerda warp pain bor. Mana. Va mana bu yerda enchanting table. Va bu yerda sandiqlar, mana rudalar. Aytgancha men sizlarga bir narsa aytmoqchi edim. Bizda degan komanda ham bor. Mana. Men 100 ga qo'yganman olmoslarni. Va bu yer komandasi ham bor. Buni mana shu tugmani bossanglar, o'zi avtomatik tarzda nimalarni sotib yuboradi. Rudalarni. Mana bu yerga borib ko'ramiz va RTP'ni sizlarga ko'rsataman. Mana ustiga bossanglar o'zi RTP qiladi. Mana men randomli teleportda paydo bo'ldi. Bu yerda xohlaganlaringcha uy qurishlaring mumkin, xohlagan ishlarni qilishlaring mumkin. Xo'sh. Endi esa warp kitbuga borib ko'ramiz. Mana kitbubi sandiqdan narsalarni olsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerdan kelib shuni bossangiz ham bo'ladi. Mana men bomber kitini olaman. Kiyimlarni kiyamiz. Ularni olamiz va pastga sakraymiz. Mana pastga sakraganimizdan keyin bunu bosamiz va pompalaymiz. Men o'zimni o'ldiraman chunki boshqa joylar ko'rsatdim.
bor. Xo'p. Ular biz qo'lga ham kelib oldik. Aytgancha do'stlar, agar shu video 50 ta like yozsa, shu serverni har doim onlayn qilamiz va mana bu yerlarga har xil narsalar qo'yib qolib Bedwars, SMP va Survival qo'shamiz. Oho, hali ko'p ishlar qilamiz. Bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Va men sizlar bilan xayrlashishim kerak.